An'am suresi Mekke'de nazil bo'lgan. Jami 165 oyat. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Jimi hamdu sana osmonlarni va zaminni yaratgan, zulmatlarni va nurni paydo qilgan Allohga xosdir. Andın, ya'ni mushundoq dalillarni ko'rib turib, kofirlar Parvardigoriga boshqalarni sherik keltirdi. Allah sizlarni, ya'ni sizlarning otanglar odamni loydan yaratdi. Andın ajlinglarni bekitdi. Sizlarning tirildigan vaqtinglar Allohning dargohida ma'lumdir. Andın sizlar, ey kuffarlar, o'lgandan keyin tirilishga shak keltirsizlar. Osmonlarda va zaminda ibodat qilinishga tegishlik Allah ana shudir. U sizlarning yoshurun va oshkora ishinglarni, yaxshi yomon qilmishinglarni bilib turadi. Ular Parvardigorning oyatlaridan biror oyat kelsila, uningdan bosh tortadi. Ularga Allah tarafidan haq kitob, ya'ni Qur'on kelividi. Ular uningga chin putmidi. Uzoqqa qolmay, ularga o'zlari masxara qilgan narsaning xabarlari keladi. Ya'ni ularga azob nozil bo'lib, o'zlari masxara qilgan narsaning xabari aniq bo'ladi. Ulardan burun o'tgan nurg'un ummatlarni halok qilganligimizni ular ko'rmadimi? Ya'ni uningdan ibrat olmadimi? Ularni zaminda sizlarni yerlashtirmagan bir shaklda yerlashtirgan edik. Ularga mo'l yomg'ir yog'dirib bergan edik. O'stanglarni ularning ostidan eqib turadigan qilgan edik. Ondan keyin ularni qilgan gunohlari tufaylidan halok qildik. Ulardan keyin boshqa xalqni paydo qildik. Ey Muhammad, biz sana ular talab qilgandek qog'ozga yozilgan bir kitobni nozil qilgan. Kafirlar uni qo'llari bilan tutib ko'rgan taqdirdimi, ular shaksizki bu faqat ro'shan sehrdir deydi. Chunki ularning g'arizi eng ro'shan dalil kelgandimi iymon etmaslikdir. Ular uningga, ya'ni Muhammad alayhissalomning payg'ambarligiga guvoh bo'lib, nemishqa bir farishta tushmidi deydi. Agar uningga bir farishta tushirgan bo'lsak, ularning ishi tugigan bo'ladi. Ya'ni bu chaqda haqni inkor qilsa, halok qilinadi. Ularga muhlat berilmaydi. Biz payg'ambarni farishtadan qilgan taqdirdimi, albatta uni inson shaklida qilatdik. Ularni, ya'ni shubiga tushiratdik. Ya'ni ular farishtani inson shaklida ko'rganda, bu inson, ammo farishta emas deydi. Senden ilgiri o'tgan payg'ambarlar kofirlar tarafidan masxara qilindi. Masxara qilg'uvchilar masxara qilganliklarining oqibatini ko'rdi. Ey Muhammad, bu masxara qilg'uvchilarga aytqinki, zaminda sayr qilinglar. Ondan payg'ambarlarni inkor qilganlarning oqibatining qandoq bo'lganligini ko'zdan kechiringlar. Ey Muhammad, aytqinki, osmonlardagi, zamindagi mavjudotlar kimning? Ularga aytqinki, Allohning. Allah ehson qilish yuzasidan bandalariga rahmat qilishni o'z ustiga oldi. Hech qanday gumon bo'lmagan qiyomat kuni Allah sizlarni albatta yig'idi. Kufrini ixtiyor qilishi bilan o'ziga o'zi ziyon solganlar iymon etmaydi. Kecha va kunduzda jim turgan yoki harakatlanib turgan shaylarning hammasi Allohning mulkidir. Allah bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir. Ularning ahvolini bilib turg'uchidir. Ey Muhammad, bu mushriklarga aytqinki, osmonlarni, zaminni yo'qdan bor qilg'uchi Allohdan g'ayrini ma'bud tutamdim. Allah rizq berdi. O'zi rizqqa muhtoj emas. Ey Muhammad, aytqinki, men bu ummat ichida Xudoning amriga bo'ysung'uchilarning avli bo'lishga buyurildim. Manga deyildiki, sen hargiz mushriklardan bo'lmag'in.
Ularga yani aytqinki, agar men Rabbimga osiylik qilsam, ya'ni Parvardigorimdan g'ayriga ibodat qilsam, buyuk kunning, ya'ni qiyomat kunining azobidan albatta qo'rqaman. Mushu kunda kimki azobdan qutuladi ekan, Alloh uningga rahmat qilgan bo'ladi. Ana shu ro'shan nijot topganlikdir. Agar Alloh sana biror kulfat yetkazsa, uni Allohdan boshqa hech kim ko'tarib o'tolmaydi. Agar Alloh sana biror yaxshilik yetkazsa, u chaqda uningga hech kim aralasha olmaydi. Chunki Alloh har narsaga qodirdir. Allah bəndələrinin üstüdə qahirdir. Yəni Allah bəndələrini tizginləb turğucudur. O hikmət bilən iş qılğucudur, həmmədən xəbərdardır. Ey Muhammed, aytqin ki, mening payg'ambarligimning rostlığı üçün qaysi narsa eng cho'ng guvoh. Aytqin ki, Allah men bilan sizlarning oranglarda guvohdir. Manga Allahning guvohligi kifoyidir. Bu Qur'on mana sizlarni va qiyomatgacha Qur'on yetgan kishilarni ogohlantirish uchun vahiy qilindi. Ey mushriklar, sizlar Alloh bilan barobar boshqa iloh bor deb cho'qim guvohlik beramsizlar. Ularga aytqinki, men mundaq deb guvohlik bermayman. Ey Muhammed, aytqinki, u haqiqatan bir ilohdir. Sizlar sherik keltirgan butlardan men haqiqatan ado judoman. Biz kitob bergan kishilar, ya'ni Yahudilar va Nasoralar uni, ya'ni Muhammad alayhissalomni Tavrat va Injildagi sifati bo'yicha xuddi o'zlarining o'g'illarini tunigandek tunuydi. Özleriga özleri ziyan salganlar, iniq pakitlar tursimi Muhammed aleyhisselamga iman etmaydı. Allah'a yalgan çaplagan, yoki Allah'ның ayetlerini inkar kılganlardan mı zalim adamlar var mı? Zalimlar hakikaten maqsadiga erişelmeydi. Qiyomat kuni ularning hammasini hisob elish uchun yig'imiz. Ondan mushriklarga Allohning sheriklari deb e'tiqod qilgan ma'budlaringlar qayerda deymiz. Ondan ular faqat o'zri aytib, dunyodagi chog'lardikiga o'xshash yolg'onga iltijo qilib, Parvardigorimiz Alloh bilan qasam qilamizki, biz mushrik bo'lmagan edik deydi. Ularning biz mushrik bo'lmagan deb o'zlariga qarshi qandoq yolg'on so'zlaganligiga qarag'in. Ularning Allohning sheriklari deb bo'xton chaplagan butlari ulardan qochdi. Ey Muhammad, ularning ichida Qur'on o'qigan cheg'ingda sana quloq soldiganlar bor. Qur'onni tushunmasliklari uchun ularning dillarini pardaladik. Quloqlarini eg'ir qildik. Ular hamma mo'jizlarni ko'rgan taqdirdimi uningga iymon etmaydi. Hatto kofirlar sening yiningga munozirlashib kelgandimi bu faqat burunqilardan qolgan afsonalardir deydi. Ular kishilarni Qur'ondan va Muhammad alayhissalomga agishishdan to'sidi. O'zlarimi uningdan yiroq qochidi. Ular faqat o'zlarini halok qiladi. Halbuki ular buni tuymaydi. Agar ularni dozaq ustida to'xtatilgan chog'da ko'rsang, dahshatlik bir holini ko'ratding. Ular qashki dunyoga qaytarilsak edik, Parvardigorimizning oyatlarini inkor qilmaydik va mo'minlardan bo'latdik deydi. Undaq emas. Ularning ilgari yoshirgan ishlari, qabih qilmishlari tufaylidan shundoq orzu qilishidi. Ularga oshkora bo'ldi. Ular dunyoga qaytarilgan taqdirdimi manni qilingan ishlarni albatta yana qiladi. Shubhisizki, ular iymon aytatdiq degan va'dasida yolg'onchilardir. Ular hayotliq faqat mushu dunyodagi hayotimizdir. O'lgandan keyin tirildirilmaymiz deydi. Agar ularni Parvardigorning oldida to'xtatilgan chog'da ko'rsang, g'oyat cho'ng ishni ko'rsan. Alloh ularga bu o'lgandan keyin tirilish rost emasmikan deydi. Ular Parvardigorimiz bilan qasamki, rost ishkan deydi. Alloh kofir bo'lganliklaringiz uchun azobni tetinglar deydi.
Allohga muloqot bo'lishni, ya'ni qayta tirilishni inkor qilganlar haqiqatan ziyon tortdi. Qiyomat tuyuqsiz kelgan chog'da ular u dunyodagi beparvoligimizdan nadomat deydi. Gunohlarni ustlariga yuklab oladi. Ularning gunohlarni yukligini nima degan yomon. Dunyo tirikchiligi faqat o'yin, g'aflatdan iborat. Taqvodorlik qildiganlar uchun albatta u dunyo yaxshidir. Buni tushunmamsizlar. Ularning so'zi seni qayg'uga soldiganligini biz obdan bilamiz. Ular seni ichida inkor qilmaydi, lekin ular tarsolikdan inkor qiladi. Haqiqatda zolimlar Allohning oyatlarini inkor qiladi. Senden burun o'tgan payg'ambarlarmi inkor qilindi. Ular inkor qilinganligiga va o'zlariga yetgan arziyatlarga sabr qildi. Axir ular bizning yordamimizga erishdi. Allohning so'zlarini har qanday odam o'zgartirmaydi. Shubhisizki, payg'ambarlarning qissalari sana nozil bo'ldi. Ey Muhammad, ularning islomdan yuz o'rganligi sana eg'ir kelgan bo'lsa, undaqda yer ostiga kirishga yo'l yoki osmonga chiqishga shoti tepib bir mo'jiza keltira olsang, keltirgin. Agar Alloh xolisa, albatta ularni hidoyatga birlashtiradi. Sen hargiz Allohning hikmatini tushunmaydiganlardan bo'lmagin. Sözünge haqiqiy quloq saldiganlar sening da'vatingni qabul qiladi. Sözünge quloq salmaganlar o'liklarning o'rnida. O'liklarni Alloh tirildirdi. Andın ular Allohning dargohiga qaytariladi. Ular, ya'ni Makka kufrlari nemishqa Muhammadga Parvardigordan bir mo'jiza tushirilmadi deydi. Aytqinki, Alloh mo'jiza tushirishga haqiqatan qodir. Lekin ularning to'lisi mo'jiza nozil bo'lib iymon aytmasa, balog'i duchor bo'lganligini bilmaydi. Mayli yer yuzida mangdigan hayvon bo'lsin, mayli ikki qanoti bilan uchadigan uchar qush bo'lsin, hammasi sizlarga o'xshash ummatlardir. Ya'ni Alloh tarafidan yaratilgan maxluqlardir. Lavhul mahbusda hech narsani tushirib qo'ymadik. Ya'ni hammani to'liq putdik. Keyin ular Parvardigorning dargohiga yig'iladi. Alloh ularning orasida hukm chiqardi. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar goslardir. Ya'ni qabul qilish yuzidan anglamaydi. Gachilardir, ya'ni haqni so'zlamaydi. Ular kufrining qorong'uligi ichida qolganlardir. Alloh xohlagan odamni ozdiradi, xohlagan odamni to'g'ri yo'lga soladi. Ey Muhammad, aytqinki, agar sizlar rostchil bo'lsanglar, aytib beqinglar. Agar sizlarga Allohning azobi yoki qiyomat kelsa, Allohdan g'ayriga iltijo qilamsizlar. Undaq emas. Sizlar faqat Allohga iltijo qilasizlar. Agar Alloh xolisa, sizlar Allohning ko'tarib etishini iltijo qilgan baloni Alloh ko'tarib etadi. Sizlar Allohning sheriklari qilib olgan butlarni unutaysizlar, ya'ni butlarga iltijo qilmaysizlar. Shak shubhisizki, sendan ilgirki ummatlarga nurg'un payg'ambarlarni avatdiq. U payg'ambarlarni inkor qildi. Ularni Allohga tavba qilib yelinsin deb namratlik va og'riq siloh bilan jazoladik. Ularga bizning azobimiz tushgan chaqda nemishqa yelinmadi. Ularning dillari qasovatlashdi, iymonga yumshimadi. Shayton ularga qilmishlarini chiroyli ko'rsatdi. Ular o'zlariga qilingan nasihatni unutgan chaqda ularga sinash uchun farovonlikning hamma eshiklarini echivetdik. Ular toki o'zlariga berilgan ne'matlardan ko'ranglab xo'shal-xo'ram turganda ularni ushtumtut jazoladik. Ular hasratda qoldi. Zulm qilgan qavmning yiltizi quritildi. Ya'ni ular butunlay halok qilindi. Jimi hamdu sana payg'ambarlarga yordam berib, kuffarlarni halok qilganligi uchun olamlarning Parvardigori Allohga xosdir. Ey Muhammad, aytqinki, aytib beqinglarchi. Agar Alloh sizlarning qo'lqonlarni gaz,
ko'zinglarni ko'r qilib qo'ysa, dilinglarni pechatlabsa, ya'ni sizlarni hech narsani tushunmaydigan qilib qo'ysa, ularni Allohdan boshqa yana qaysi iloh asliga keltira oladi? Qarag'inki, biz qudratimizni ko'rsatib beradigan oyatlarimizni qandoq bayon qilganmiz. Ammo ular shu oyatlardan yuz o'riydi, ya'ni iymon etmaydi. Ey Muhammad, aytqinki, aytib beqinglarchi. Agar sizlarga Allohning azobi ushtumtut yoki oshkori kelsa, zolim qavmdan boshqa yana kimlar halok qilinadi? Biz payg'ambarlarni faqat savob bilan xush xabar berguchi, azobdan ogohlantirguchi qilib avatimiz. Iymon etgan va amallarini tuzgan kishilarga qo'rqinch yo'qdir. Ular g'am andisha qilmaydi. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar Allohga itoatsizliklari tufaylidan azobga duchor bo'ladi. Ey Muhammad, sendan odatdan tashqari ishlarni talab qilguvchi kuffarlarga aytqinki, men sizlarga menda Allohning g'aznilari bor demayman. Men g'aybni bilmayman. Sizlarga men bo'lsam haqiqatan bir farishta debmi aytmayman. Men faqat menga qilingan vahiyga amal qilaman. Aytqinki, ko'r odam bilan ko'zi saq odam barobarmi? Ya'ni kofir bilan mo'min barobarmi? O'ylab boqmamsizlar. Parvardigorning dargohiga yig'ilishdan qo'rqadiganlarning kufridan, gunohdan saqlanishlari uchun ularni Qur'on bilan ogohlantirgin. Ularga Allohdan g'ayri do'st va shafaat qilg'uchi yo'qdir. Allah'ның razılıqını deb, ətigəndə axşamda pərverdigarıға ibadət qıldıqanlarını yeningdən qoğulub etmegin. Ularның hesabıdan sana heç nərsə yüklənməydi. Yəni, ularның qılmışları üçün sən cavabkarlıqqa tartılmaysan. Senin hesabındın mı ularga heç nərsə yüklənməydi. Ularını qoğulub etsən, zalimlardan bulub qalısan. Ularning Allah aramızdan hidayet qilish bilan in'om qilgan kishilar mushularmi deyishlari uchun ularni bir-biri bilan mushundoq sinadik. Ya'ni peqir ojiz kishilarni iymon etqizish bilan boy katta kishilarni sinadik. Allah shukr qilguvchilarni obdan biladi emasmi? Ya'ni shukr qilguvchilarni Allah hidayet qiladi. Bizning oyatlarimizga iymon etganlar yiningga kelgan chaqda sizlarga omonlik bo'lsin. Parvardigoringlar bandalariga rahmat qilishni ehson qilish yuzasidan o'z ustiga oldi. Sizlardan kimki bilmasdan bira yomonlik qilib qo'yib, ondan keyin tavba qilsa va amalni tuzsa, Alloh albatta uningga mag'firat qiladi va rahim qiladi degin. Bu surada mushriklarning guvohligini ko'rsatadigan dalillarni bayon qilganimizdek, gunohkorlarning yo'li oshkori bo'lsin uchun oyatlarimizni ro'shan bayon qilamiz. Ey Muhammad, mushriklarga aytqinki, sizlar Allohni qayirib qo'yib, ibodat qilgan butlarga ibodat qilishdan men haqiqatan manni qilindim. Aytqinki, men sizlarning nafsi xohishinglarga ergashmayman. Bo'lmasa, men ozg'an bo'laman va hidoyat topquchilardan bo'lolmay qolaman. Aytqinki, haqiqatan men Parvardigorim tarafidan nozil bo'lgan ro'shan dalilga, ya'ni Qur'onga asoslanaman. Halbuki sizlar uni inkor qildinglar. Sizlar baldur yuz berishni talab qilgan azob mening igdorchiligimda emas. Barcha hukm Allohga xos. Alloh haq hukm qiladi. Alloh hukm qilguvchilarning yaxshisidir. Aytqinki, sizlar baldur yuz berishni talab qilgan azob mening qo'limdan kelsa edi. U chaqda men bilan sizlarning oranglardagi ish cho'qim hukm qilinib bo'lgan bo'ladi. Ya'ni sizlardan aram tepish uchun sizlarni halok qilgan bo'latdim. Alloh zolimlarni obdan biladi. G'aybning ochqishlari Allohning dargohidadir. Uni faqatla Alloh biladi. Quruqliqdagi, dengizdagi narsalarning hammasini Alloh biladi. Daraxtdan to'kilgan yaproqdan Alloh bilmaydigan bir narsami yo'q.
Mayli qarang'u yer ostidagi biradani urug' bo'lsin, mayli ho'l yoki quruq narsalar bo'lsin, hammasi Allohga ma'lum bo'lib, lavhul mahbusda yoziqliqdir. Allah sizlarni kechisi uxultudu. Kunduzdagi qilgan ishlaringlarni bilib turdi. Ondan belgilangan muddatgacha yashashinglar uchun kunduzda sizlarni o'yg'itidi. Ondan Allohning dargohiga qaytsizlar. Ondan qilgan amallaringlarni Allah sizlarga aytib berdi. Allah bandalarining ustida qohirdir. Ya'ni Allah bandalarini tizginlab turg'uchidir. U sizlarga saqlag'uchi farishtalarni, ya'ni qilgan atganni xotirlab turadigan farishtalarni avatidi. Biringlarga o'lim kelsa, uni bizning farishtalarimiz qabzi ruh qiladi. Ular Allohning amrini o'rinlashda beparvolik qilmaydi. Ondan ular, ya'ni bandalar haq hukm qilg'uchi egisi Allohning dargohiga qaytarildi. Qiyomat kuni hukm qilish yolg'iz Allohga xosdir. Allah eng tez hisob olg'uchidir. Ey Muhammad, bu kuffarlarga aytqinki, quruqliqning va dengizning qorong'uliklari, ya'ni baloyi ofatlardan sizlarni kim qutqizadi? Bu qorong'uliqlarni ko'rgan cheg'inglarda, agar Alloh bizni buningdan qutqizsa, cho'qim shukr qilg'uvchilardan bo'lamiz, deb Allohga oshkora va yushurun iltijo qilsizlar. Aytqinki, yolg'iz Alloh sizlarni bu zulmatlardan va barliq g'amdan qutqizadi. Ondan sizlar buni to'ng'uninglardan keyin iymon etmay Allohga sherik keltirsizlar. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Allah sizlarning ustinglardan Nuh va Lut alayhissalomlarning qavmiga, ashobul pilga avatilgan azobga o'xshash yoki ayg'onlar ostidan Fir'avn va Qarunlarga avatilgan azobga o'xshash azob avatishga yoki sizlarni firqalar qilib aralashtirib, ya'ni urushga silib, biringlarning azobini tetishga qodirdir. Ularni tushunsin deb oyatlarimizni turli shakllarda qandoq bayon qildiganligimizga qaragin. Qur'on haq tursa, uni qavming inkor qildi. Men sizlarga homiy emas degin. Allah tarafidan oldin ola berilgan har bir xabarning maydonga keldigan vaqti bor. Uzoqqa qolmay bilisizlar. Bizning oyatlarimiz to'g'risida ta'na va masxira qilib parang silishayotgan kishilarni ko'rguningda, ular buningdan boshqa parangga tushmagicha ular bilan billa o'ltirmag'in. Ular bilan billa o'ltirmaslikni shayton sana unutildirgan bo'lsa, esingga kelgandan keyin zolim qavm bilan billa o'ltirmag'in. Taqvodorlarga Qur'onni masxara qilg'uchi kofirlarning hisobidan hech narsa yuklanmaydi. Lekin taqvodorlar ularga vaz nasihat qilishlari kerak. Shunday qilganda ular Qur'onni masxara qilishdan saqlanishlari mumkin. Dinni o'yin kulki qilib olgan, dunyo tirikchiligiga aldanganlarni tark et. Har qanday odamning o'z qilmishi tufayli halok bo'lishdan saqlanishi uchun kishilarga Qur'on bilan nasihat qilgin. Uningga Allohdan boshqa do'st va shafaat qilguvchi bo'lmaydi. U har qanday fidya to'lam bersimi qabul qilinmaydi. Ana shular qilmishlari tufaylidan halok bo'ldiganlardir. Ular kufri tufaylidan uchaylarni o'rtib etadigan qaynoq sudan bo'lgan sharabqa va qattiq azobga duchor bo'ladi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, biz Allohni qo'yib, bizga foyda ziyon yetkazolmaydigan narsalarga ibodat qilamdiq. Bizni Alloh hidoyat qilgandan keyin orqamizga chekinamdiq. Ya'ni murtad bo'lamdiq. Mubada biz shunda qiladigan bo'lsak, mundaq bir odamga shaytonlar uni bir cho'lga boshlab borgan, cho'lda u tangirqab qolgan, do'stlari uni beri kel deb to'g'ri yo'lga chaqirayotgan, u chaqiriqni qabul qilmay, oxir halok bo'lgan odamga o'xshab qolamiz. Bu kuffarlarga aytqinki, Allohning hidoyati haqiqatan haqiqiy hidoyatdir. Biz olamlarning parvardigoriga bo'ysunishga buyurildik. Namoz o'qishga va Allohdan qo'rqishga buyurildik. Qiyomat kuni Allohning dargohiga hisob uchun yig'ilasizlar.
Allah osmonlarni, zaminni hikmat bilan yaratdi. Allah biror shayga vujudga kel desa, darhol vujudga keladigan kundiki, ya'ni qiyomat kundiki azobdan qo'rqinglar. Allah'ның so'zi haqdir. Sür chilindigan kundiki, ya'ni qiyomat kunidagi podshohlik Allohga xosdir. Allah yoshurun va oshkora narsalarni bilguchidir. Allah hikmat bilan ish qilg'uchidir. Bandalarning ahvolidan xabardordir. Öz vaqtida İbrahim öz otasi Azarga sen o'zingni yaratgan Allohni qo'yib butlarni ma'bud qilib olamsan. Men seni va qavmingni haqiqatan aniq gumrohlikda ko'raman dedi. İbrahimning tavhid borasida qat'iy ishonguchilardan bo'lishi uchun uningga otasi bilan qavmining gumrohligini ko'rsatganimizdek, biz İbrahimga osmonlarning, zaminning ajoyiblarini ko'rsatdik. İbrahim keçinin qarang'ılıqı basqanda bir yultuzni ko'rib, qavmining so'zini dalil keltirib, ularni mat qilish uchun bu mening parvardigorimdir dedi. Yultuz petib ketividi. Men petib ketguchilarni, ya'ni yulduzlarga ibodat qilishni yoqtirmayman dedi. U oyning tuqqanligini ko'rib, yuqorqi usul bo'yicha bu mening parvardigorimdir dedi. Ay petib ketividi. Agar parvardigorim meni hidoyat qilmagan bo'lsa, men cho'qim ozg'uchi qavmning qatorida bo'ldikanman dedi. U quyoshning chiqayotganligini ko'rib, yuqorqi usul bo'yicha bu mening parvardigorimdir. Bu hammadan, ya'ni yulduz bilan oydin cho'ngdir dedi. Quyosh petib ketividi. U aytdiki, ey qavmim, men haqiqatan sizlar sherik keltirgan ma'budlardan ado judoman. Men haqiqatan botil dinlardan haq dinga burilib, osmonlarni, zaminni yaratgan zotga yuzlandim. Men mushriklardan emasman. İbrahimning qavmi uning bilan munozirlashdi. İbrahim aytdiki, meni Allah hidoyat qilgan tursa, men bilan Allohning mavjudligi va birligi to'g'riliq munozirlashamsizlar. Men sizlarning Allohga sherik keltirgan butlaringlardan qo'rqmayman. Faqat Parvardigorimning xohlagan narsasi bo'ladi. Parvardigorimning bilimi hamma narsani o'z ichiga olgan. Ma'budlaringlarning menga hech bir ziyon yetkazolmaydiganligini o'ylamamsizlar. Allah'ның şeriki buluş haqqida Allah sizlarga hech qanday dalil tushirmagan butlarni Allohga sherik keltirishdan qo'rqmayvatsanglar. Sizlarning sherik keltirgan butlaringlardan men qandoqmi qo'rqatdim? Agar sizlar bilsanglar, aytinglarchi. Biz bu ikki guruh odamdan zodi qaysimiz qo'rqmaslikqa eng tegishlik. Azaptın əmin buluş, iman etqan, imanığı şerik arlaşdırmıgan adamlarıge mənsubdur. Ular hidayet tapqıçılardır. Öz qavmiga radiya beriş üçün İbrahim'e bergen dalilimiz əni şudur. Xalıgan kişimizni bir qancha dərəcə kötürümüz. Pərverdigarın həqiqətən hikmət bilən iş qılğuçudur, həmmini bilgüçüdür. Biz İbrahim'e İshaqni, Yaqubni ata qıldıq. Ularning har birini hidoyat qildik. İbrahimdan ilgari Nuhni hidoyat qildik. İbrahimning avlodidan Davud, Sulaymon, Ayub, Yusuf, Musa, Harunlarni hidoyat qildik. Yaxshi ish qilg'uvchilarni mushundoq mukofotlaymiz. Zakariya, Yahya, Isa va İlyaslarni hidoyat qildik. Ularning hammasi yaxshilardandir. İsmoil, İlyasa, Yunus və Lutlarni hidoyat qildik. Ularni o'z zamonidagi tamomiy jahon ahlidan ustun qildik. Ularning ota bovullaridan, avlodlaridan, qarindoshlaridan ba'zilarini hidoyat qildik. Ularni tanladik. Ularni to'g'ri yo'lga yetakladik. Allah'ның to'g'ri yo'li ana shudir. Allah bandalaridan xohlagan kishilarni shu yo'lga boshlaydi. Agar ular, ya'ni shu payg'ambarlar sherik keltirsa edi, ularning qilgan yaxshi amallari albatta bekor bo'lib ketadi. Ularga kitobni, hikmatni va payg'ambarlikni ato qildik.
Agar bu mushriklar ularni, ya'ni kitob, hikmat va payg'ambarlikni inkor qilsa, inkor qilmaydigan boshqa bir qavmga ularni topshiramiz. Ana shular, ya'ni mazkur payg'ambarlar Alloh hidoyat qilgan kishilardir. Ularning yo'liga ergashgin. Ey Muhammad, qavmingga aytqinki, Qur'onni tabliğ qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Qur'on faqat butun jahon ahli uchun vaz nasihatdir. Ular Allah'ni haqiqiy ravishda tanımadi. Ular, ya'ni Yahudilar o'z vaqtida Allah hech kishiga hech narsa nozil qilmadi dedi. Ya'ni vahiyni va payg'ambarlarni inkor qildi. Ey Muhammad, aytqinki, Musa ilib kelgan va kishilarga nur, hidoyat bo'lgan kitobni kim nozil qildi? U kitobni parcha-parcha qog'ozlarga ko'chirib, bir qismini oshkorlab, ko'p qismini yoshirsizlar. Ey Yahudilar, sizlarga o'zinglar va ota-bobonglar bilmagan narsalar bildirildi. Ey Muhammad, bu Qur'onni va Musa ilib kelgan kitobni Alloh nozil qildi degin. Ondan ularni tark etkinki, ular batıllarda, ya'ni qalaymaqan so'zlarda o'ynab yursin. Bu Qur'on Mekke aholisini va uning atrofidagilarni ogohlantirishing uchun biz nozil qilgan, uningdan ilgari nozil qilingan Tavrat va Injilga o'xshash kitoblarni e'tirof qilguvchi muborak kitobdir. Oxiratga iymon etadiganlar uningga iymon etadi. Ular namozlarni o'z vaqtida to'liq ado qiladi. Allohga yolg'on chaplagan yoki o'ziga hech narsa vahiy qilinmagan turuqliq menga vahiy qilindi degan yoki Alloh nozil qilgandek menmu kitob nozil qila olmayman degan kishilardanmi zolim kishilar bormi? Ey Muhammad, zolimlarni sakratga tushgan vaqtlarida ko'rsang, albatta qo'rqinchli holatini ko'rsan. Pəriştilər, yəni azab pəriştiləri qollarını sozub, sizlər canlarınlarını çıxırınlar. Sizlər Allah toğrusida haqsız sözlərini qılğanlıqınlar, yəni iftira qılğanlıqınlar, şerik keltirgenlikinlar, bala nisbət bərgənlikinlar və Allah'ın ayətlərini mənsitməyənlikinlar üçün bugün xorluğucu azab bilən cəzalınızlar deydi. Biz dastlabda sizlarni qandoq xalq etgan bo'lsak, dargoyimizga shundoq tanho keldinglar. Sizlarga biz ato qilgan narsalarni orqanglarda, ya'ni dunyoda qo'yib keldinglar. Ibodat qilinishga tegishlik bo'lishda Allohning sheriklari deb gumon qilgan shafoatchinglarni sizlar bilan birga ko'rmaymiz-ku. Ular bilan sizlarning oranglardagi munosabat haqiqatan uzildi. Sizlar shafaat qiladi deb gumon qilgan narsalar barbod bo'ldi. Donlarni va urug'chilarni biq urg'izg'uchi haqiqatan Allohdir. Tirikni o'likdan va o'likni tirikdan chiqarg'uchi ana shu Allohdir. Allohga ibodat qilishdan qandoqmi bosh tortsizlar? Allah subhini qarong'udan yerib chiqarg'uchidir. Ya'ni tongni yo'ritquchidir. Allah kechini sizlar uchun istirohat qilib yaratdi. Sizlarning vaqt hisoblashinglar uchun quyosh bilan oyni yaratdi. Quruqliq va dengizning qorong'uliqlarida, ya'ni kechilik yo'l yurguninglarda yo'l tepishinglar uchun Allah sizlarga yulduzlarni yaratib berdi. Allah'ның ulug'ligini biladigan qavm uchun Allah'ның qudratining dalillarini haqiqatan ochiq bayon qildik. Allah sizlarni bir insondan, ya'ni Odam alayhissalomdan yaratdi. Sizlarni otanglarning pushtida, onanglarning bachidonida qarorlashtirdi. Tushundigan qavm uchun oyatlarni haqiqatan ochiq bayon qildik. Osmondan suvni tushirgan zot Allohdir. Biz uning bilan barliq o'simliklarni undirdik. O'simliklardan yeshil yaproqlarni chiqardik. Uningdan bug'doy va arpa bashaqlariga o'xshash bir-biriga mingishib ketgan donlarni yetishtiramiz. Xorma darqining chechaklaridan yerga yaqin sangilab turadigan xorma sapoqlarini yetishtiramiz.
Yağmur suyu bilan üzümlik bağlarını yetiştirimiz. Yağmur suyu bilan şekilde, hacimde, temde bir-biriga o'xshaydigan va o'xshamaydigan zaytun, anar daraxtlarini yetishtirimiz. Ularning har birining yangi tutgan mevasiga va pishgan mevasiga qaranglar. Ularda Allohning borligiga ishonadigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan ochiq dalillar bor. Jinlarni Allah yaratgan tursa, müşriklar jinlarni Allahqa şerik qilib bilishdi. Allahqa jaholatdan o'g'il, qiz farzandlarni o'ydirib chiqarishdi. Allah müşriklar iftiro qilgan narsalardan pokdir. Ularning sifatlaganlaridan ustundir. Allah osmonlarni va yerni o'rnaksiz yaratquchidir. Allohning xotini yo'qtirsa, qandoqmi bolasi bo'lsin? Hamma narsani Allah yaratgan. Hamma narsani Allah obdan bilguchidir. Ana shu Allah sizlarning parvardigoringlardir. Allah'tan bilak hech ma'bud barhaq yo'qdir. O hamma narsani yaratquchidir. Onunğa ibadet qilinglar. O her narsaga hamidir. Ko'zlar Allah'ını görmeydi. Allah ko'zlarni ko'rib turadi. Allah bandalariga mehribondir. Hammadan xabardardir. Ey payg'ambar, aytqinki, sizlarga Parvardigoringlar tarafidan hidoyatni ozg'unlikdan ayirib ko'rsatadigan dalillar keldi. Kimki haqni ko'rib iymon etsa, o'ziga foyda. Kimki uningdan ko'z yumsa, ya'ni bosh tortsa, o'ziga ziyon. Men sizlarga amalinglarni kuzatib turadigan kuzatchi emasman. Faqat sizlarni ogohlantiruvchi payg'ambarman. Ular, ya'ni müşriklar, ey Muhammed, sen Kur'an'ni başkalardan ügendin deydi deb, haqni bildigan qavmga bayon qilamiz deb, oyatlarni mushundaq şekilde bayon qildik. Ey Muhammed, sana Parvardigoring tarafidan vahiy qilingan Qur'onga amal qilgin. Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Mushriklar bilan tang bo'lmag'in. Agar Allah ularning hidoyat tepishini xohlasa, ular sherik keltirmaydi. Seni ularga kuzatchi qilganimiz yo'q. Sen ularga homiymi emassan. Allahqa sherik keltirdiganlarning Xudoni qo'yib ibodat qildigan ma'budlarni tillamanglar. Unda qilsanglar, ular bilmaganliklaridan haddidan eshib Allohni tillaydi. Shuningdek, biz har ummatga o'zlarining amalini chiroyli ko'rsatdik. Andın ularning qaytib bardigan joyi Allohning dargohidir. Allah ularning qilmishlarini ularga aytib berdi. Ya'ni yaxshiga mukofot berdi, yomonni jazolaydi. Agar ularga bire mo'jiza kelsa, uningga cho'qim ishindiganliklarini bildirib, Allohning nomi bilan qattiq qasam ichishidi. Ey Muhammed, mo'jizalar mening emas, Allohning dargohidagi ish degin. Ey mo'minlar, sizlar nimani bilasizlar? Mo'jizalar kelsa, ular ehtimol uningga ishonmasliklari mumkin. Ularning dillarini, ko'zlarini haqni tushunish va ko'rishdan burib etimiz. Ular dastlabda mo'jizalarga ishonmagandek, ya'ni ishonmaydi. Ularni gumrohliklarda tengirqab yurishga qo'yib etimiz. Ularga, ya'ni kuffarlarga farishtalarni tushirgan, o'liklarni ular bilan so'zlashtirgan, biz hamma narsani ularning oldiga yig'ib bergan, ya'ni ularning yuqorqi talablarini o'rinlagan taqdirdami, Alloh xohlamag'icha ular iymon etmaydi. Lekin ularning to'lisi buni uqmaydi. Shuningdek, ya'ni bu müşriklarni sana düşman qilgandek, insonlar va jinlarning shaytonlarini har bir payg'ambarga düşman qildik. Ular aldash uchun sherin so'zlar bilan bir-biriga vasvas qiladi. Agar Parvardigoring xohlasa, ular bu ishni, ya'ni payg'ambarlarga dushmanlikni qilmaydi. Ularni o'zlari tuzgan yeli mikrlari bilan qo'yib bergin. Allah sana ularga qarshi yordam berdi.
Ahiretke iman etmaydiganlarning dillari ularning shirin so'zlariga mayil bo'lsin. Uningdan xursand bo'lsin va ular qilayotgan gunohlarni bularmi qilsin deb vasvasa qiladi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Allah sizlarga ro'shan kitob nozil qilgan tursa, oramizdagi ixtilofni hal qilish uchun Allohdan g'ayri hukm qilg'uvchini talab qilamdim. Biz kitob ato qilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasaralarning o'limalari, uning, ya'ni Qur'onning Parvardigoring tarafidan nozil qilingan haq kitob ekanligini biladi. Sen hergizmi şək qılğıçlardan bolmağın. Pərverdigarının sözü nəhayəti rastdır. Nəhayəti doğrudur. Onun sözünü özgərtələydiğən heç kişi yoxdur. Allah bəndlərinin sözlərini anlap turğucudur. Əhvalını bilib turğucudur. Əgər sən yeryüzündeki köpçülük kişiler, yani kuffarlarga itaat kılsan, ular seni Allah'ın yoludan azdırıdı. Ular faqat gumangılı əgişidu. Ular faqat yalğanlıla sözləydi. Ey Muhammed, senin perverdigarın özünün yoludan azğanlarını həqiqətən obdan bilidi. Doğru yol tapqanlarını mı obdan bilidi. Allah'ın ayetlerine iman keltirgüçi bolsanlar, Allah'ın ismi eğitilip boğuzlangan hayvanlarını yanlar. Zörüriyet bolmağıça yeyiş haram kılıngan nerslerini Allah sizlerge uçuk bayan kılgan tursa, Allah'ın ismi eğitilip boğuzlangan hayvanlarını nemişka yemeysizler. Nurgun kişiler nefs xahişiga əgişib, bilməsdən başqalarını hakikaten azdırdı. Şübhisiz ki, senin perverdigarın şer'i delilsiz halal, haram dep əddidin aşkıçılarını obdan bilidi. Aşkara ve yoşurun günahlarını terk etinlar. Şübhisiz ki, günah kılgıçılar öz kılmışları tüpeylidin ahirette cazağı tartılıdı. Ey müminler! Allah'ın ismi eğitilmay boğuzlangan hayvanlarını yemenler. Onu yiyiş elbette günahdır. Şübhisiz ki şeytanlar öz dostlarını, yani müşriklarını sizler bilen detalaş kılışqa vesves kılıdı. Eğer ularga itaat kılsanlar, sizler çokum müşrik bulup kalısızlar. Aslida ülük, yani kafir bulup, biz onu, yani onun kalbini iman bilen tirildirgen. Biz onunla kişiler arasında hidayet tepişqa nur bergen bir adam zulmette, yani küfrünün karangılıqıda kalgan ve onundan kutulalmıgan bir adam bilen oxşaşmı? Kafirlarga ularning qilmishlari ana shundoq chiroyli ko'rsatildi. Yeli mikir işletishlari uchun Makkada Qurayshning cho'nglarini bosh gunohkor qilganimizdek, har bir shaharning cho'nglarini bosh gunohkor qildik. Ularning ishlatgan yeli mikirlari o'zlariga yonidi. Ya'ni ular shu yeli mikirlarining vabolig'i qoldi. Ular buni sezmaydi. Ularga Muhammed aleyhisselamның rast peygamberlikini ko'rsatadigan bir mo'jiza kelgan chaqda, ular bizgimi payg'ambarlarga berilgan mo'jiza berilmagicha uningga hargiz ishonmaymiz deydi. Allah payg'ambarlik vazifasini qayerga o'rnatishni, ya'ni kimning uning ahli bo'lganligini obdan biladi. Bu günahkarlar özleri işletken yeli mikirler tüpeylidin Allah'ın dergahida xorluq ve qattiq azapqa duçar buludu. Allah kimni hidayet kılmakçı bolsa, onun köksini İslam üçün açıdı. Yani onun kalbini imanğa kengaytip beridi. Allah kimni azdırmakçı bolsa, o goya asmanğa çıqqandek, onun köksini taraytıp etidi. İman eytiş onunğa goya asmanğa çıqıştınmı qiyin tuyuldu. İman eytmağanlarını Allah muşundaq azaplaydı. Bu, yani İslam dini Perverdigarının doğru yoludur. İbret alıdığan kavim üçün ayetlerini muşundaq təfsili bayan qıldık. Perverdigarının dergahida ularga Darussalam, yani cennet var.
Ularning qilgan yaxshi amallari uchun Alloh ularga madadkordir. Allah insonlarni, jinlarni hisob ilish uchun to'liq yig'adigan kunni asligin. Bu kunda Allah aytadiki: "Ey jinlar jamoasi, sizlar nurg'un odamlarni ozdirdinglar. Ularning insonlardan bo'lgan do'stlari, ey Parvardigorimiz, biz bir-birimizdan foydalandik. Biz endi sen belgilagan vaqtga, ya'ni qiyomat kuniga yetdik" deydi. Allah, dozaq sizlarning joyinglardir. Sizlar Allohning xohishiga bog'liq holda u yerda mangu qolasizlar deydi. Shubhisizki, sening Parvardigoring hikmat bilan ish qilg'uchidir, hammani bilguchidir. Shuningga, ya'ni insonlar bilan jinlarni o'zaro foydalandirganimizga o'xshash qilmishlari tufaylidan zolimlarning ba'zisini ba'zisiga selib qo'yamiz. Allah aytadiki: "Ey jinlar va insonlar jamoasi, sizlarga o'z ichinglardan mening oyatlarimni bayon qilib berdigan, bu kuninglardagi uchrashishdan sizlarni ogohlantiradigan payg'ambarlar kelmadimi? Ular gunohlarimizni e'tirof qildik" deydi. Ularni dunyo tirikchiligi oldigan, ular o'zlarining haqiqatan kofir bo'lganliklarini e'tirof qiladi. Bu shuning uchunki Parvardigoring shaharlarning aholisini ularga payg'ambarlar avatib ogohlantirmasdan g'aflatdagi vaqtlarida zulm qilganliklari tufaylidan halok qilgani yo'q. Oxiratda har odamning qilgan amaliga yarasha darajasi bo'ladi. Parvardigoring ularning qilgan ishlaridan g'ofil emas. Parvardigoring xaloyiqdan va ularning ibodatlaridan behojatdir. Rahmat egisidir. Agar u xolisa, sizlarni halok qilib, sizlarni boshqa bir qavmning avlodidan paydo qilgandek, sizlarning o'rninglarga o'zi xohlagan itoatman boshqa bir qavmni qo'ydi. Sizlarga va'da qilingan qiyomat, o'lgandan keyin tirilish qatorliq ishlar cho'qim maydonga keladi. Sizlar qechib qutulolmaysizlar. Ey Muhammad, ularga aytqinki: "Ey qavmim, sizlar kuchinglarning yetishicha ishlanglar, ya'ni kufringlarda ching turinglar. Menmu cho'qim kuchimning yetishicha ishlayman, ya'ni menmu o'z da'vatimda ching turaman. Oxiratda kimning oqibati yaxshi bo'lganligini uzunga qolmay bilasizlar. Zolimlar albatta maqsadiga erisholmaydi. Mushriklar Allah yaratgan ekinlardan va chahar paylardan, ya'ni to'ga, kala, qo'ylardan Allah uchun bir hassa, butlari uchun bir hassa ayirib qo'yib, o'z gumonlaricha hech qanday dalilsizlar, bu Allah uchundir, bu ma'budlarimiz uchundir dedi. Butlarning nesivisidan Allohninkiga qo'shishqa bo'lmaydi. Allohning nesivisidan butlarninkiga qo'shishqa bo'ladi. Mushriklar Allohga atgan hassidan butlarga atgan hassiga biror narsa qo'shilib qolsa, uni butlarning hassi ichida qoldiradi va Alloh boy, uningga muhtoj emas deydi. Butlarga atgan hassidan Allohga atgan hassiga biror narsa qo'shilib qolsa, uni butlarning hassiga qaytarib etadi. Ularning qarori nima degan qabih? Mushriklarning sheriklari, ya'ni shaytonlar mushriklarni halok qilish va ularning dinini qalaymaqonlashtirish uchun ularning nurg'unlariga bolalarini o'ltirishni, shuningdek, ya'ni Allohga va butlarga hassa ayirib qo'yishdek taqsimotni shaytonlarga va mushriklarga chiroyli ko'rsatgandek chiroyli ko'rsatdi. Agar Allah xohlagan bo'lsa edi, ular bu qabih ishni qilmaydi. Ularni Allohga chaplagan yolg'onlari bilan billa tark et. Ular o'zlarining gumonicha bu hayvonlar va ekinlar ma'budlarimizga xos bo'lib, boshqalarga haromdir. Ularni faqat biz xohlagan odamlarla yeydi. Bu hayvonlarni minish haromdir.
Bu hayvanlarni bo'g'izlaganda Allohning ismini aytishga bo'lmaydi dedi. Ular Allohga yolg'on chapladi. Alloh ularni yolg'on chaplaganliklari uchun jazolaydi. Ular bu hayvanlarning qo'rsaqlaridagi bolalari bizning er kishilarimizga xosdir. Bizning xotin kishilarimizga haromdir dedi. Agar tug'ilgan hayvon o'lik bo'lsa, bu er kishilar bilan xotin kishilar orasida o'rtaqdir. Ya'ni uni hammaylar tang yeydi deb halol haromni tayinlashdi. Allohga yolg'on chaplaganliklari uchun Alloh ularni jazolaydi. Shubhisizki Alloh hikmat bilan ish qilg'uchidir, hammani bilguchidir. Hamoqatlik va nodonliqlardan bolalarni o'ltirgan va Alloh nomidan yolg'on aytib, Alloh rizq qilib bergan narsalarni harom bilgan kishilar haqiqatan ziyon tortdi. Ular haqiqatan to'g'ri yo'ldan adashdi. Hidoyat topmadi. Allah bidishlik va bidishsiz bog'larni barpo qildi. Mevalari, donlari, rangi, ta'mi, hajmi va purqi bir-biriga o'xshamaydigan xurmo daraxtlarini, ziroatlarni, rangi va shakli bir-biriga o'xshaydigan, ta'mi o'xshamaydigan zaytun va anorni yaratdi. Mevasi pishqanda ulardan yanglar. Mevaning usulini jiqqan kunda, ya'ni jiqqan vaqtda uning haqqini ado qilinglar. İsraf qilmanglar. Alloh haqiqatan israf qilg'uvchilarni yoqtirmaydi. Alloh chahar paylarni, ya'ni to'ga, kala, qo'ylarni, yuk ko'tirdiganlarni, bo'g'izlandiganlarni yaratdi. Allah sizlarga rizq qilib bergan narsalardan yanglar. Shaytonning orqasiga kirmanglar. Shayton sizlarga haqiqatan ochiq dushmandir. Allah sizlarga yeyish halol qilingan 8 xil chaharpayni yaratdi. Qo'ydan 2, qo'shqar va sog'liq. O'shkidan 2, teka va o'rg'achi. Ey Muhammad, mushriklarga aytqinki, Allah qo'y bilan o'shkidan 2 erkakni harom qildimi? Yoki 2 tishinimi va yoki 2 tishining qo'rsig'idagi qo'zi bilan o'g'loqnimi? Agar sizlar Allah bularni bizga harom qildi degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, qani menga bilib aytib beringlar. Allah sizlarga to'gidan 2ni, ya'ni erkak bilan tishini, kallidan 2ni, ya'ni erkak bilan tishini yaratdi. Mushriklarga aytqinki, Allah 2 erkakni harom qildimi, yoki 2 tishinimi va yoki 2 tishining qo'rsiqidagi butaloq bilan mo'saynimi? Yoki Allah buni sizlarga tavsiya qilgan chog'da sizlar hozirmidinglar? Kishilarni ozdirish uchun bilmay turib Allah nomidan yolg'on aytgan odamdanmi zolim kishi bormi? Shubhisizki Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Ey Muhammad, aytqinki, sana vahiy qilingan ahkomlar ichida o'zi o'lib qolgan narsa yoki eqib chiqqan qon va yoki cho'shqa go'shi. Cho'shqa nejis yemekliklarga odatlanganligi uchun cho'shqa go'shi paskinidir. Va Allohdan g'ayrining ismi aytilib bo'g'izlangan gunohga sabab bo'lgan maldan boshqasini har qanday odam uchun harom ko'rmayman. Kimki ulardan yuqorqi harom qilingan narsalardan noiloj va beixtiyor holda hayotini saqlab qolgudek yesa hech gunoh bo'lmaydi. Chunki Parvardigoring mag'firat qilg'uchidir, bandalariga mehribondir. Yahudilarga tom tuyaqliq, ya'ni to'gi qushqa o'xshash och tuyaqliq bo'lmay tom tuyaqliq bo'lgan hayvonlarning hammasini harom qildik. Ularga kala qo'ylarning dumbisidagi yoki uchaylaridagi yoki so'ngkigi chaplishiqliq yog'lardan boshqa yog'larni harom qildik. Bu ularning payg'ambarlarni o'ltirish, jazoni qilish, kishilarning mol-mulkini nahaq yevilish qatorliq zulmlari tufaylidan ularga bergan jazoyimizdir.
Biz albatta bergan xabarlarimizda rostchilmiz. Ey Muhammed, agar ular, ya'ni Yahudilar seni inkor qilsa, sen Parvardigoringlar qilmishinglar uchun sizlarni aldirab jazolamaganlikdan keng rahmat egisidir. Allohning rahmatiga mag'rur bo'lmanglarki, Allohning azobi gunohkor qavmdan qaytarilmaydi degin. Mushriklar, agar Alloh xolisi edi, biz va ota-bobolarimiz sherik keltirmaydik va hech narsani harom qilmaydik deydi. Ulardan burunqi kishilar toki bizning azobimiz nozil bo'lib, azobimizni tetig'anga qadar o'zlarining payg'ambarlarini mushundoq, ya'ni mushriklar seni inkor qilgandek inkor qilgan edi. Ularga aytqinki, so'zinglarning rostligiga pokitinglar bo'lsa, bizga chiqarib ko'rsatinglar. Sizlar faqat gumong'ila asoslanasizlar. Allohga faqat yolg'onni choplaysizlar. Ey Muhammad, aytqinki, sizlarning pokitinglar bo'lmasa, Allohning aniq pokiti bor. Agar u xolisa, hammanglarni albatta hidoyat qiladi. Ey Muhammed, ularga Allah buni haram qildi deb guvohlik berdigan guvochilaringlarni chaqirib kelinglar degin. Agar ular hozir bo'lib yolg'ondan guvohlik bersa, ularga qo'shilib guvohlik bermagin, chunki u butunlay yolg'ondir. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan va oxiratga ishonmaydiganlarning nafs xohishlariga agashmagin. Ular Parvardigoringga sherik keltirdi. Aytqinki, sizlar kelib anglanglar. Allah haram qilgan narsalarni sizlarga o'qib beray. Sizlar Allohga hech narsani sherik keltirmanglar. Ota-onanglarga yaxshilik qilinglar. Namratlikdan qo'rqib, balanglarni o'ltirmanglar. Biz ularga va sizlarga rizq beramiz. Oshkora va yoshirin yomon ishlarga yaqin kelmanglar. Allohning amriga xiloflik qilib, nohaq odam o'ltirmanglar. Haqliq ravishda o'ltirish buningdan mustasno. Sizlarning tushunishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. Yetimning melini toki u quromiga yetib, ahli yetilganga qadar uningga eng foydali usulda tasarruf qilinglar. O'lchamni va tarozni to'g'ri qilinglar. Hech qanday odamni kuchi yetmaydigan ishga taklif qilmaymiz. Söz qilgan, hukm chiqargan yoki guvohlik bergan cheg'inglarda adil bo'linglar. Hukm chiqarilgan yoki guvohlik berilgan odam tuqquninglar bo'lgan taqdirdimi Allohga berilgan aktiga vafo qilinglar. Ibrat elishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. Bu mening yo'limdir. Shu yo'lda meninglar. Noto'g'ri yo'llarda mangmanglar. Ular sizlarni Allohning yo'lidan ayirib etadi. Allohning amrini tutib do'zaxdan saqlanishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. Ondan ular, ya'ni İsrail avlodi o'z Parvardigoriga muloqot bo'ldiganligiga ishonsin deb, yaxshilik qilgan odamga berdigan ne'matimizni mukammallashtirish, İsrail avlodining diniy ishlarida ehtiyojli bo'lgan har bir narsani tafsiliy bayon qilish, İsrail avlodini hidoyat qilish va ularga rahmat qilish yuzidan Musoga kitob, ya'ni Tavrat ato qildik. Bu biz nozil qilgan Qur'on muborak kitobdir. Allohning rahmatini umid qilguvchilardan bo'lish uchun uningga agishinglar. Uningga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Mening Qur'on nozil qilishim sizlarning faqat bizdan ilgirki ikki toifgila, ya'ni Yahudilar va Nasoralarga kitob nozil qilingan. Ularning o'qigan kitoblaridan bizning zodili xabarimiz yo'q demasliginglar uchundir. Yoki sizlarning agar bizga kitob nozil qilingan bo'lsa, biz albatta ulardan ortiq hidoyat topgan bo'lardik demasliginglar uchundir. Sizlarga Parvardigoringlar tarafidan haqiqatan pokit, hidoyat va rahmat nozil bo'ldi. Allohning oyatlarini inkor qilgan va ulardan yuz o'rgan kishidanmi zolim odam bormi?
Bizning oyatlarimizdan yuz o'rganlarni ularning yuz o'rganliklari uchun qattiq azob bilan jazolaymiz. Ular faqat o'lim farishtalarining yoki Parvardigoringning yoki Parvardigoringning quyoshning mag'ribdan chiqishidan iborat ba'zi alomatlarning kelishini kutadi. Parvardigoringning ba'zi alomatlari kelgan kunda ilgari iymon etmaganlarning yoki iymon etib yaxshi ish qilmaganlarning aytgan iymoni foydasiz bo'ladi. Sizlar o'zinglarga keladigan ishlarni kutinglar, bizmo albatta kutamiz degan. Dinida bo'lgunchilik qilib turli firqalarga ayrilganlardan sen ada judasan. Ularning ishi faqat Allohga xosdir, ya'ni Allohning boshqarishidadir. Keyin, ya'ni oxiratda Alloh ularning qilmishlarini o'zlariga aytib beradi. Birər yaxşılıq qılğan adam 10 nəsə artıq savabqa ega bo'ladi. Birər yamanlıq qılğan adamga faqat onun yamanlığına baravarla jazo berildi. Ularga zulm qilinmaydi. Ey Muhammed, bu müşriklarga aytqinki, Parvardigorim meni to'g'ri yo'lga, ya'ni to'g'ri dinga, batıl dinlardan to'g'ri dinga buralgan İbrahimning diniga boshladi. İbrahim müşriklardan emas edi. Ey Muhammed, aytqinki, mening namozim, qurbonliqim, hayotim va mamatim, dunyoda qilgan yaxshiliklarim va toat ibodatlarim olamlarning Parvardigori Alloh uchundir. Allah'ның şeriki yoktur. Mən muşnunğa, yani yalğız Allah'qılı xalis ibadet qilishga buyuruldum. Mən musulmonlarning avvaliman. Ey Muhammed, aytqinki, Allah hamma narsaning Parvardigori tursa, uningdan boshqa Parvardigor talab qilamdiman. Her adam o'zi qilgan gunohga o'zi javobgar. Bir gunohkor odam boshqa odamning gunohiga javobgar emas. Ya'ni bir odamning gunohi bilan boshqa bir odam jazoga tortilmaydi. Keyin Parvardigoringlarning dargohiga qaytsizlar. Sizlar datalash qilishgan haq bilan nohaqni u sizlarga aytib berdi. Allah sizlarni o'tganki ummatlarning o'rin basarlari qildi. Allah sizlarni bergan ne'matlari bilan sinash uchun ba'zinglardan bir qancha daraja yuqori qildi. Parvardigoring osiylik qilg'uvchilarni albatta tez jazolag'uchidir. İtaat qilg'uvchilarni albatta mag'firat qilg'uchidir. Ularga nihoyatda mehribondir.